Islamiy doston. Hammani tanishtiryapti, men ham tanishtirib qo'yay. Bu yigit juda ham chiroyli ovozi bor. Chiroyli qo'shiq ham aytib beradi hali sizlarga. Xulqi ham chiroyli, ko'rinishi ham chiroyli. Prosta meni yonimda qilib ko'rinyapti. Meni chiroyim bosib qo'yyapti. Chiroyli qizlarning sekretini bilasizlarmi nimada? Yana ham chiroyli ko'rinish uchun yoniga o'zidan xunuk dugonasini oyiradi. Shu maqsadda seni olib keldim, yonimga chaqirdim. Gullanga xush kelibsan. Rahmat. Hurmatli gurmanliklar, bugun mana shu bayram. Mana bayram bilan tabriklasanglar bo'ladi o'rtoqlar. Nechik bayram? Aytaymi qanaqa bayramligi? Qanaqa bayramligi aytaman. Mana shu inson bilan bitta sahnada yelka-yelka turish mana shu bayram. Sizlarning onalaringizda bu gapni eshitish menga ham bayram. Sababini aytaymi, men o'zim bu insonni yaxshi ko'raman. San'atlarini ham yaxshi ko'raman, o'zlarini ham yaxshi ko'raman. Men mayli, meni opam, singlim, ukalarim hammamiz mana shu insonni televizorda ko'rsak, televizordagi yota olamiz. Bu oilaviy muxlis deydi, qarsak bo'lsin. San'atkorda bunaqa oilaviy muxlis bo'lsa mazza qiladi-da. Gap bo'lsin. Meni onam, meni tuqqan onam bu insonni televizorda ko'rsalar, yota oladilarmi o'sha? Ko'rsalar, dadang chiqibdi-ku, ovozini ko'tar televizor deydilar. Tushundingizmi opa? Qanday tushuntirsam sizga? Xullas, bu yigit meni xotinimning o'g'li bo'ladi. Hozir shuncha gurranliklar